Obunachilar, Qirg'iziston Bishkek qo'shiqlari yetib keldi akalar. Shaq qo'ydi, damini beradigan variantlardan yetib kelgan bugunga. Like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaringda xolosa bo'ladi narxi. Inshaalloh arzon chiqadi akalar bugunga. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turaveringlar. 65 bosh qo'shiqlar yetib kelgan akalar Qirg'izistondan. Assalomu alaykum kanalimizning ashaddiy obunachilari, bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'yish quvozlari, chorva YouTube ishqibozlari, barchangizga bugungi kun xayrli, barakotli o'tsin. Akalar, bugun 2026-yil 11-aprel hafta kuniga shanba. Biz video syomkalarimizni Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida olib boryapmiz akalar. Bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Inshaalloh bugungi ana qo'chqorlarni, Qirg'izistonning qo'chqorlarini yaxshilardan chiqaramiz. Yoritib berishga harakat qilamiz akalar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Xolosa mana Qirg'izistonning qo'chqorlarini zo'rlaridan kelgan akalar. Yemga tayyor variantlardan akalar mana. Tishini yormagan hali qo'z holatda 11 oylik akalar. Mana yungi olinyapti ekan, mana yarmi olin bo'lib, o'psh soni 65 bosh ekan akalar, bayda 65 bosh. Yarmini yungi olinibdi, yarmi qolibdi mana yungi olinmagan holatdagi variant akalar bular. Bular ham endi hozir yungini olishyapti ekan. Xolosa qo'yiladi soni ko'p akalar, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, tanlab yoqqanini olaverasizlar. Ustiga kelib ko'rsalang ham bo'laveradi akalar. Soni juda ham ko'p. Ona bola deysizmi, bo'g'oz, qo'zi deysizmi, katta nasllikka, zotga va qo'yga qo'shgani qo'chqor deysizmi, hamma variantidan bor ekan akalar. Bir ko'p kelib tanlab yoqqanini olaverasizlar. Xolosa bularning narxini hozir chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz akalar. Bo'ylar akalar 85 90 ham bor ichida. Past 80 akalar. 80 dan 90 gacha olaverasizlar bu baslarni. Yosh oyligi 11 oylik akalar. Hali tish buzgani yo'q ichida. Hammasi mana xolosa yemga tayyor, suyagi yirik variantidan akalar. Ko'rib turibsizlar mana. Yebishlari ham yaxshi, yo'tal yo'q ichida, hammasi sog'lom variantdagi qo'ylar akalar, qo'chqorlar. Yemga tayyor, yungini ham olib qo'yishibdi. Mana ularni xolosa chiroyli qilib oqsalaring, effekti ham yaxshi bo'laveradi akalar. Xolosa buni bir joyga olaman degan aka-ukalarimizga soni 65 bosh ekan. Hammasini olsalaring 5 million 500 ming so'mdan dastlabkasi vodiy bo'ylab Toshkentgacha, Samarqandgacha dastlabkasini qilib berilgan akalar. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh ishlaring bitadi akalar. Ustiga kelib ko'rsalaring ham bo'laveradi. Xolosa Namangan tumani Tepaqo'rg'on deb lokasiyani tashlab berishadi. Ustiga kelib ko'rsalaring ham bo'laveradi. Mana ega zotga bir dona qo'chqorimiz bor ekan mana. Ko'rib turibsizlar. Oq yuz, toza simjun variantlarda. Buni narxini $2000 deyishdi. O'zlari bilan telefon orqali gaplashib olaverasizlar. Qo'ydi egasini akalar. Hop, akamiz hozir ko'chaga chiqib ketib qolganlar. Video syomkamizni o'zimiz olib berishga harakat qilyapmiz. Mana qo'zilar ham bor ekan. Bular narxini akamiz o'zlaridan telefon qilib so'rab olaverasizlar mana. Arashan qo'zilar bor ekan bayda. Kichkinalaridan, xolosa. Ashlarning narxini 5 million 500 ming so'mdan inshaalloh xolosa vodiy bo'ylab Toshkentgacha, Samarqandgacha dastlabki xizmatlari bor ekan. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Tanlab yoqqanini olaverasizlar akalar. Hammasini mana cho'tk holatda, sog'lom. Ko'rib turibsizlar. Arashan deysizmi, kashtan varianti deysizmi, hamma variantidan bor ekan mana. Jonivorlarning ishtahasi ham yaxshi ekan akalar. Olib boqilib, mazza qilib boqishga tavsiya qilib qolamiz akalar. Mazza qilib boqasizlar mana. Suyagi yirik, ozgina 2-3 oy yemini yesa tayyor bo'ladigan qo'chqorlar akalar. Qurvonlikka tayyor bo'lmasa to'ybab qilib sotsangiz ham bo'laveradi. Effekti yaxshi bo'ladi, yaxshi daromadga ega bo'lasiz akalar. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'llab-quvvatlab, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib tursalaring, sizlarga mana shunaqa videolar chiqarishda davom etaveramiz akalar.